farzand jinsini genetik tomondan reja qilish mumkinmi? Alhamdulillah, salatu vassalamu ala rasulillah. Bu savol oldin ham beriluvdi, yana javob aytamiz. Banda aslida sabablarini qilishlikka buyurilgan zotimiz. Alloh taolo tomonidan bizga dunyoni hayotini sabablarga bog'lab yashashlikni joriy qilib qo'yilgan. Ya'ni biz qornimiz ochsa ovqat yeymiz va o'sha bilan keyin Alloh taolo bizga quvvat hosil qiladi va quvvat hosil qilgandan keyin yuramiz va hokazo. Erkak va ayol turmush quradi, keyin Alloh subhanahu va taolo ularni turmushi natijasida xohlasa ularga farzand ato etadi. Demak, bu masalada sabablarga ko'ra harakat qilishlik bizning zimmamizdagi vazifamiz. Hozirgi savolda berilganidek, erkak va ayol farzandni o'g'il yoki qiz bo'lishligini rejalashtirish ma'nosida genetik harakat qilib, kunini, oyini, vaqtini bir qanchalarni hisob-kitob qilib, tashqi daxl qilmasdan, ya'ni boshqa hech qanaqa harakat qilmasdan faqatgina o'zlariga belgilangan kunlarni, vaqtlarni hisob-kitobini qilib harakat qilishsa, bu joiz bo'ladi. Lekin buni e'tiqod qilib shu narsa haqiqatdir, mani o'g'il bo'lishi yo qiz bo'lishi mana shuning ustiga qurilgandir deb e'tiqod qilishlik joiz emas. Balki sabablardan bitta sababni qilaman, Alloh taolo xohlasa keyin shunaqa bo'ladi deb o'ylash kerak. Juda ko'p tajribada shu aytilgan shaklda harakat qilganda kutilgan natija bo'lmagan. Har 10 tadan 6 tasi, 7 tasida natija bo'lmay qoladi. Demak, bu narsada ham oxirgi chora emas, balki bu sabablarni bajarishdan bitta bajarish hisoblanadi va shunday qilishlikka ruxsat berilgan. Vallohu a'lam bissavob.